Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli g'oyibona ko'rsatuvni g'oyibona kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Ina bugun g'oyibona ko'rsatuvni ikkinchi soni xudo xolasa. Ikkinchi sonni syomka jarayonida keldik. Ina qabulam shu yerda, Saburjon studiyasi ina Mansuramma shu yerda. Xudo xolasa chiroyli qilib bir chiroyli suhbatlar bo'ladi deb umiddamiz. Xudo xolasa ina Urganchdan adashmasam. Urganchdan do'stimiz Dilshatbek Kadirov teatr, xudo xolasa chiroyli bir suhbatlar, bir shirin bir guringlar, mazali, ajoyib bir ashulalar bo'ladi degan umiddamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Avval. Nima deymiz? Kuzatuvchilar, g'oyibona kuzatuvchi-ku endi bu. G'oyibona kuzatuvchilar o'z fikrlaringizni, g'oyibona fikrlaringizni chiroyli qilib kommentariya, chiroyli qilib yozib o'tasizlar, xudo xolasa. Avval. Nechik fikr bo'lsam shunday yozib o'taveringlar. Keyingi sonda ne gap bo'lsa, kim kerak, keyingi son o'zi ne gap bo'lishi kerak? Kimni tushirish kerak? Niyada kamchilik bo'lgan aytayinlar. Kamchilik o'stiradi-ku, onam o'stiradi o'n narsa. Ya, kamchilik deymiz-ku, biz endi kamchilik deb aytamizda, hozir yani negativlar bor-ku. Negativ deb aytiladi hozirgi vaqtda, negativlar deb belladimi? Ben o'tirib, uyda o'tirib, yo bir yerda bekatlikda o'tirib, yozishdim maqsad, chetda o'tirib, xohlagan narsa yozish mumkin. Shaq atib yozasan, ketdi. Bu ham kerak bizlara. Zalali yo'q, yozaveringlar. Ben bilemem ağzı berber bo'ladığını birinci gaplardan birisi ben saçım bilan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi saçim dökülüp qoldi-ku deb. Ava, xudo xolasa kavla bir chiroyli bir ko'rsatuv tashkil qildinglarna, men so'ram bilan gap bo'lish mumkin emas edi. Bu kerak narsa edi haqiqatan. Kerak narsa. Ajoyib, bardavom bo'lsin. Ava, ishlaringiz omadini bersin, sog' salomat bo'lgaysizlar. Rahmat. Ana keyin saçımın dökülgenini az yeni aytamazlar. Keyin sonda yeni teklif bo'lsa, saçımı aldırıp baraman keyin ketadi. Dım konkret gap bo'ladi ola. Ana endi g'oyibona muxlislarga o'z fikrlaringizni aytib o'ting sizdan. Qadrli g'oyibona mehmon ko'rsatuvini muxlislari, albatta Alloh bergan ukamiz aytgan edin, kommentariyada fikrlaringizni qoldirishlaringiz bizga ko'rsatuvni rivojlanishiga o'ta katta yordam bo'ladi. Bugungi mehmonimiz aytgandek Dilshatbek Kadirov maqom maktabida yoshlarga ustozlik qilib kelayotgan ukamiz tashrif buyuradi. Buni san'atidan bahramand bo'lasizlar. Dostlar bir masuav bo'lgan g'arib man neyleyin. Bir tanib yonib adav bo'lgan g'arib man neyleyin. Ning alamga oshna bo'lgan g'arib man neyleyin. Bikasubi müttekâv bulgan garip man neyleyim. Derduğamge aşna bulgan garip man neyleyim. Termolub kaldım nitey, mader pederden ayrılıp, yol edavşıp gamda kaldım reberden ayrılıp. Kettiler şu tabağım, bağrın ezerden ayrılıp, lek men kaldım bu yolda, yaxşılar deyin ayrılıp. Müslüman bir dastpa bolgan garip man neyleyim.
Öte oğlum hazillik birle künden beter. Gamlı sahra olsunda kaldım, bulmuşum bir müşter. Körse bir dertler bu havlumni, kürüp eyler hazır. Yığla yürmen havluma, erdem ki canınız gel. Ning alam birlen adav, ulgan garip man eyleyin. O meni razı dilimni zor bulganlar bilir. Dert çekkenler bilir, bimar bulganlar bilir. Tirgam birlem dünya Evgal bulganlar bilir. Bul aziz başı cahanda har bulganlar bilir. Bir kadir bir enamav bulgan garip man eyleyin. Misli kalmıştık ve ateş aşyanım küydürür. Ahmetin ağlası eşek zebanım küydürür. Hem yakıyor cismim yüreğim, üstühanım küydürür. Belki canım kül kılıp ruhi ravanım küydürür. Bes ki ben kembağ bulgan garip man eyleyin.
juda ya iki alemde Özün düştü panav Kul fazlın bilen kılgan isem her bir günah Kuş bu dünyada hemişe Buldu ahvalım tabav Ramı kılmindik fakirler Geğirirsen paşa Eylesen her nerza bulgan garip man neyleyin Eylesen her nerza bulgan garip man neyleyin Salameten Assalomu alaykum. San'at saydalari. Bugun biz yana G'oyibona mehmon ko'rsatuvini ikkinchi sonini video tasmaga olishga muvaffaq bo'lyapmiz. Bugungi ko'rsatuvimizni ishtirokchilari Urganch tumani G'ayuq qishlog'ida yashab ijod qilib keltirgan ukamiz Dilshodbek Qodirov yana o'zimizning qishloqda yashab ijodkor ukamiz Alloh bergan, tashrif buyurgan. Xush kelibsizlar. Dilshodbek bu san'atga kirib kelish ustozlarga havas qilib yoki oilada bir imkoniyat bo'lganmi oilada, muhitda? Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shu ko'rsatuv aziz shinavandalari. Barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Shu boshlangan ko'rsatuvlar xayrli barakali bo'lsin. Biza shu san'atga qiziqishimiz shu oiladan otamizda qiziqish bo'lgan. Endi shulardan o'tgan desak bo'ladi. Qondan o'tgan. Hamma endi ozmaz ustozlarga havas qilib, eshitib, va qo'limizdan kelgancha o'rganib, ustozlarimiz shu etakini tutib, azradan o'rganishda davom ettiribmiz. Endi Dilshodbek ko'p san'atchi ukalarimiz bu Xorazm san'atini qiyin aytish, ayniqsa suvara maqom yo'nalishlarini, klassik qo'shiqlarni aytish qiyin jarayon. Lekin shunga qaramay, Dilshodbekning ijodida zo'r, yaxshi natijalarga erishib kelayotir. Biz kuzatamiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Bugun ham Xudo xolasa Dilshodbekni san'atidan bahramand bo'lasizlar. Xudo xolasa. Yana shuda ukamiz Alloh bergan ukamiz ko'p kliplarning ssenariysini yozgan, kliplarda rol o'ynagan ukamiz, bu ham san'atkor ukamiz. Alloh bergan hozirgi ijod qanday bo'lyapti endi bu? Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, g'oyibona mehmonlar, klassmentlari. Yaxshi ko'rsatuv boshlabsizlar. Alloh demazayib gap qilish mumkin emas. Avvalambor ishlaringiz omat. Bardavom bo'lsin. Endi kliplarga keladigan bo'lsak, kliplar bor. Bo'lib turibdi, ijod asosida keyin bo'lib turibdi. Ishlashib turibmiz. Yaqindan bir og'amiz ayna bir chiroyli klipni syomkasini qildik. Tez kunlarda premyera bo'lib qoladi ham. Shu asta-sekin bo'lib turibdi ham. O'z yo'li bilan. Yaxshi. Ijod. Endi shu ko'p joylarda yurganda shuning bir qiziqarli hangamali narsalar bo'ladi. Ayniqsa san'atkorlar ko'p to'ylarda yuradi, yaxshi kunlarda. Shunday bir qiziqarli hangamali guringlardan bo'lsa bemalol u narsadan aniq bo'lgan usiz bo'lmaydi. Usiz iloji yo'q-da. Usiz. Endi bu instok vaqtni bo'lgandan bu. O'qishda endi barib bo'ladi. O'qishdan chiqib kelasam, sal asabiylashib yotaman-da. Asabiylashib yotaman keyin geldimdan studentchilik gazelda qatnaymiz-ku baribir. Shunday gazelga geldimdan, gazelar shunday gap meni ham bilaman. Gazelar kapıdan chiqib kelaman-da. O'tiradim, bir akamiz geldidan. Uka assalomu alaykum dedi. Men qamdan, "Aka assalomu alaykum, keling" dedim. Keyin
Koşkepir'e getemeken dedi. Hepkem açtım. Gazelin öngende yazıp tuttu Koşkepir'de. Baba Koşkepir'e de gelin dedim. Kaçan ideyken dedi. Açtım. Adam da olsa eder desem. Yani hepkem karap duradına. Kaçan doladayken dedim ona karap. O zaman açtım. Hepkem ben bilinmezliyken dedim. Durun yanımda. Ey bu gazelin şoförü kime dedim. Daha şimdi ağalarımız katıyorlar. Ben öpke dedim yana kesize dedim. Yani hepkem sorap tuttu bu savalları bayken dedim. Hepkem yana beraber savallarını. Şimdi bildim savaldım yine başlanacak lan. Köpeyecek. O. Ha. Kiyseden navrşikini çıkarıp kıstanıp yazdırıp tutma. Ondan kısta. Hepkem mümmümünü yazdırıp kulak adıksam. Saval bulmağı yenem de. O. Şimdi medeniyetsizlik bolsan da durma. Ama. Duranız. Hepkem yani şimdi kızık boldu da bizim ben ne oldu diyene. Bir şey gaz yedin şoförü sen mi sen dedi. Aman dedi. Koşkepir'e giden mi dedi. O Koşkepir'e gider. Kaçan gider dedi. Adamdan da olsak yediğimiz hepke 2 yıldızla hem emin adam geledi dedi. Bu 10 olgandan yediysen mi dedi. Hava dedi. Kaçan doladı bu dedi. Hepke ne bileyim ben adamla işe bitirip sen minse doladı gider mi dedi. Ha yaxşı dedi lan. Endi ben kapıdan çık giremeni bulmam bu. Eymettim bir an öter hepkemden ağrı kürsüye tıkmına oturup telefona tıkmamıştım. Bir yandan kulak ildirmedim. Hepkemden başka karab oluptu da gözünü kırağından vurturup yani karab. Ha. Şimdi deyip durma. Yanmaçlap karab rengine kalsam. Rengim kaptım. Bir kez senem Koşkepir'e gidesem mi? Dedim bana karab. Maydım. Hepke şuturun dedim. Nasıl gazelden bir şey şundan. Ben Koşkepir'e gidemem lekin siz bilen gazelde gidemem maydım. Şimdi vakiyelerim bop duradı. Bop duradı hava. Rossiyada vallahi bayında bizice Rusça gene biriktiler. Şimdi oturuverdik. Birisi aytdı, dedi, maşin kantı gerek dedi de. Baytım sen dedim, bir de Rusça bilesen o şeydi. Var maşin kantı iki dükkandan dese. Varıp dedim, dükkana varıp. Dayti avtomobilini sakar dedi de, avtomobilini sakar dedi. O zaman yankı dükkançam bilmeydi de o avtomobilini sakar ne o mesela maşin kantı. O da yani kızıkarla henge mala bolup duradı. Şimdi bu senette nanını yeyiş öte kıyın. Hayatta senetkar buluş bizi asan iş emas. Yine Dilşat Bey to'ylarda, xizmatlarda o'zingizga vaqt bo'lgansizlarda. Masalan, inson bir odamlarning ko'nglini olishdan qiyin narsa yo'q. Bir to'yda bir 700 adam o'tirgan bo'lsa, 700'inde 700 fikir de onu. Ha. 700'inde 700 fikir. Şu bir adam hayacan buladı ben toyda. Yaxşı aytıp durgan bolsa ham hayajan bolsa gerek menimce. Ha. Şunun toylarda bir qiziqarli hengamalar bo'lganmi Dilshod Bey? Endi hengamalar ko'p bo'ladidan saysam hengamaga duman bir nemi. Yürüyen sel ne deydi onu? Yok bırakmış şuna yürüyene dostumuza götürüp hava çıraylılarından Allah bergan o'zingni. hava. Şimdi ben hem şu ustalardan işte bir yerde bir de işte gafla boladık o. Şimdi dedi ya ruhi kesinlikle şifaxanasına bar adam ortalar. Şimdi biz aynı dilde aytganda jilede koytak. Ha. Bartladan bir göreli, tekşiru ötüreli hizmet tekşiru. Eğer de bir de bir sağayğanı olsa bir de bunlar yürümesin, üyene baylasın, bağırını yereli. Bunlar hep yürüyenden de tutuladan yaxşı da şart bilemiz bunu da tutuladan yan başındaki mesela bilsek falan dese. Bunu bilişinin bir yolu var da neçik yol da Devalan maşin çizimine de Gürpedi yankı devalaydı maşin çizip bir maşini koyup tutular. İnden çıkıyor da yaxşı indi indemeyin de İşte olka kütemiz de Girzi beyne kapını açıptılar bir tutan yarı keserler girip içana girip Şunda Yaşullah çıktı Makarına detti. Gita don bam bilen detti lan. Hava detti. Gürpe maşine beni detti lan. Şunda dedi. Hem diyem yolda maşine tırmaş yatmış da. Birisi çette karap tutmuştan buzmuyormuş. Karap tutmuş. Oho onda bir sağı barayken bulan içinde bu çette karap tuttu. Kan çakınlama detti. Yankam bir çakırıp genle yanına genle ki. Yanka karap tutup. Hem mesih soksiydi senden. Keseleme soksiysan detti. Hava detti. Abulan emmesi maşinamı bir yana geçecek o yaptı. Bırakın ben aksan geçecek olsan dese. İyi. Yok ya ulan ben ömüydü o da. Yani dese maşin ikildim ben de kuda baktadım. Ay bu. Ay malades. Bunun nerseler beraber yani bir yerde bir de İş yeri yanında, İş yeri yanında, Gürün sarında Hava. yete verdik o. Hayat Bu kanunu. mesela
ustazımız deyimiz Aybekdilla. Aybek hem oturgan vaqtam şunday voqealar bo'lib turadi. Aybek hem o'zi bu narsa sinamandagi odam-ku. Dam. Shunda endi bu Aybek hamni gülüngena. Aybek ham aytadi. Bir dedi ya aytganning ruhiy kasalliklar shifoxonasida jilli çekmişten çıktı. Taşımanda bir attıydı yani ikinci taşdan. Peste hemen kakara böyle taşama da bir attıydı. Taşama da. Gürpe dedi. Milisi çakırt yapma ilacı et. Şürp ver bana bir. Kava bir yapsız bulmasan deptiler na. O sonra dedi. Ya milisi yaptır. Taşa çüş depti na. Yok dedi. Yani karattı bir kimse. Sana istuma pese çüşleyken depti. Yok dedi. Şimdi iki sene ya nene oyuncuk söyledi. Ataman düşmesen depti na. Pese çüş depti. Yok düşmem depti. Bunda en başına bir zillik yaptım yani komanda ettim. Mağar Turkan ile gelip. Oldu. Düşesem mi düşmesem mi? Boldu düşemem dedi da. Bunda yani milisem de çıkıp yendeki mağara. Ben hizmetteki adam bolsam, sana pese düşüp ayaklandırsam, sen ne için pese düşmedin? Atamon dedim kodese. Yani kadar demiştin. İyi. Ben ne için düşemem kadar? Abba aytkandan ne için düştün ya kadar? Jora sen sağlam adamsan. Bu cille atıp koyuş mümkün de. Vay boy. Baxilni gökermez bağı, yüreğinde kötür dağı. Baxilni gökermez bağı, yüreğinde kötür dağı. Tapılmaz ellerini sağıyan, baxildan Xuda saklasın. Tapılmaz kulağını sağıyan, baxildan Xuda saklasın. Baxil bilen çıksan yola, bir günü düşersen kulağına. Satıp gider seni bir pulana, baxildan Xuda saklasın. Satıp gider seni bir pulana, namertten Xuda saklasın. Sen de bulsa görüp bilmez, yok olsa o berip bilmez. Çakırganda gelip bilmez, baxildan Xuda saklasın. Yaman, yaman baxil yaman, baxildan bizardır zaman. Yaman, yaman baxil yaman, baxildan bizardır zaman. Kaytaman, aytaman, ey baxildan Xuda saklasın. Kaytaman, aytaman, baxildan Xuda saklasın.
Dostlar bolsa da ona akıl, olmasa ahmak bedcahil. Şu devrege sığmaz bakhil, bakhilden Xuda saklasın. Uçrasa hamanda sanda, toy bayram dasturxanda. Şunday niyat otaqanda, bakhilden Xuda saklasın. Mustakil Özbekistan bakhilden Xuda saklasın. Yaman, yaman bakhil yaman, bakhilden bizardır zaman. Yaman, yaman bakhil yaman, bakhilden bizardır zaman. Kayta kaytaman aytaman, ey bakhilden Xuda saklasın. Doğrusu menem korkamam, bakhilden Xuda saklasın. Namertten Xuda saklasın, bakhilden Xuda saklasın. Dilşatbek hazırki vaqtda Xorazm Filarmoniyasi, Urganch tuman san'at saroyi deb aytiladimi? Hozir ish faoliyati qayerda ketib turibdi endi? Rahmat. Hozir shu ish faoliyatimiz shu Urganch ixtisoslashtirilgan maqom maktab internati bor. Endi bir 5 yilcha bo'lib qoldi u maktabimizni ishga tushgandan. Shu Azamat Otajonov ustozimiz rahbarligida shu ish jarayoni bo'lib turibdi. Bir Ochilbek Hikmatjonov ustozimiz, Hurmatbek Sabirov, Mansurbek Otajonov. Endi aytamiz desak, ko'plab ustozlarimiz, yaxshi pedagoglarimiz shu yerda ishdalar. Qo'ldan kelgancha ishlar birgalikda yoshlar qo'limizdan kelgancha ham o'rganib o'zlarimiz yoshlarimizga o'rgatib, shu ustozlardan o'rganib turibmiz. Qo'limizdan kelgancha ish faoliyatimiz shu yerda olib borib, shu yeshda shu xalqimizning yaxshi kunlarida xizmatlarida xalqimizga xizmat qilib turibmiz. Endi hozir bu yerda shu icra qiladigan asarlarimizni qo'limizdan kelgancha ijro qilamiz. Endi hozir shu deydi sezon vaqti ozgina xarg'inchiligimiz bor, kamchiliklar bo'lsa, yaxshilardan, azizlarimizdan uzr so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha ijro qilamiz. Barini barakatimiz nasib etsa. Albatta, rahmat. Bu kanaldan shu ashaddiy muxlislarına yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hamma kutib qolsinlar, chiroyli san'atkorlarni chiqarishda siz ham kuch-quvvat tilaymiz. Xudo xolasa. Allah bergan uka, endi sizlarning oilada menimcha san'atkor men yaxshi taniyman. Yo'q desam bo'ladi. San'atga qiziqish qachon uyg'ongan endi bu san'atda? U oliygohga borib o'qib. Endi bu san'at sohasida bizning uyda endi oilamizda yo'q. San'atkor bunday narsa yo'q. Rahmatli opam akalari, otamlar shu borgan vaqtimizda o'zini bir hangama ashulolari bilan bir sevib erkalatib shunda taradilar. Shundan keyin bir qiziqish bo'lganmi, bir shu narsa o'zimdan buyondan bo'lgan, ham shu menda bir narsa bor, azaliy qadim yoshligimdan shu ko'rdimmi, shu ko'rgan narsani taklid etaman men. Shu birovni ko'rdim, taklid etaman, shu odamni shu taklid etaman, hech qilib o'zim ustida ishlayman. Shunda bu narsaga qiziqish o'z-o'zidan aslında qiziqish boshlangan. Ana keyin akam bu narsaga yo'l ochib berdi-dan, qiziqish bo'lgandan keyin. Akam shu poddeshga qilib, bo'ldi balam deb harakat qilib shu kollejda o'qib yurgan vaqtlarimizdan. Endi maktab vaqtidan boshlanmiz, endi kollej vaqtidan shu aka shunda chekadam desam, shu birinchi muxlislar ham qo'llab-quvvatlagan shu uyimdagilardan birinchilar shular o'zi. Hamma san'at sohasida shu to'g'ri. Ana keyin ko'plab shu klip chiqish niyat bo'lgan. Kollej vaqtida shu kliplarga tushaman degan narsalar bo'lgan, qilaman degan narsalar ko'p bo'lgan. Ana keyin bu universitetga girdik, UBS universitetiga girganimizdan keyin bizda amaliy topshirish bo'ldi. Amaliy testda o'tgan vaqtimizda shu yerda damlalarimiz, professor damlalar baribir testda ko'rib olgandan keyin
Şu 2019-yil girgan bolsam, şu yilni o'zida Urganch davlat universiteti qo'noqlar va zukkalar ko'rik tanlovini komanda kapitani aytib Toshkentga keldi. Mas'uliyatli ish bilan jo'natildikdan Toshkentga. Ana keyin Toshkentga bordik. O'zi odam niyat etsang, Alloh taolo yetirib qo'yaveradi ekan, niyat qilsak. Yaxshi niyat. Televizorda ko'rdim shu. Bizlar ham shu katta sahna chiqib bilamiz ekan daradim. Havasida. Shu havas bilan chiqib bilamiz ekan deb. Shu bilan bordik katta sahna, umuman muhit, u yerdagi narsa, atmosfera boshqacha. Ya hayajon dedingiz-ku, umuman boshqacha hayajon bosib turibdi. Lekin u yerda mas'uliyatli, masalan, universitetimizning mas'uliyati zimmamizga yuklanmadi. Ana shu oraliqda men Toshkentga ketganda momayni sal mazasi qochdi-da. Keyin baribir sahnaga chiqmayman birinam, bir ishni boshlamayman birinam, ota-onadan duo qilinadi. Men shu klip syomkam bo'ladigan bo'lsa, обязательно apamdan akamdan duo olib chiqib ketaman. Agar akam uyda bo'lmasa apamdan, bo'lmasa apamdan shu ikkisidan ham duo olib 2 so'yt olib chiqib ketiladi. Apamdan duo olib sahnaga chiqaldi. Shuni telefon qildim, telefonga ko'tarilmaydi. Dum odam stressga tushdim-da, katta sahnada bizlar taklif etilishimizda 5 minut qolib turdi. Telefon olmaydilar. Keyin akkamga telefon urdim. Keyin nega gap so'z desam, akam ovoz boshqacharoqdi. Keyin nega gap so'z dedim. Hozir urib berana telefonni qo'ydim, yana ham olmaydilar. Telefondan olmaydim, nega so'z desam, eshikni skor debdi. Dur tamam-da. O'zi sahna yoddan chiqib bo'ldi rol. Lekin bu mas'uliyat ham kallada turibdi. Qo'ng'islarim aytdim, opanglar dedim. Men opam bilan so'rashtinglar turibman-da. Chiqmay bo'ling. Opam telefonni berdilar. Hang yapadi dedim. Namoz yo'qrakdan bilib turibman, ovozini sezib turibman. Hang desam, ozgina mazam bo'lmaydi turibdi dedi. Keyin aytdim, "Asal dedim, opam men boraman sahnaga chiqish uchun duo qiling" dedi. Yo'q, hech ham balam desam, mas'uliyat yuklab qo'yibdilar menga sen. Sen shuni yakunlab kelishing kerak dedi. So'ng aytdim, "Bo'ldi" dedim. Duo qiling dedim. Endi onlayn duo bo'lib turibdi baribir. Onlayn duo bo'lib turibdi. Sahnaga chiqib rolni ijro etib turibman. O yerda rolga girish harakat etib yotman-da. Kalla Ivandan o yandan. Nega siz ekan ne narsa bilan ham shunda borib keldik. Ana shundan keyin 2009-yildan boshlab birinchi ana Dastonbek Ibarlayev do'stimiz birinchi shu Dastonbekning klipini boshladik ijodni. Ana keyin Beyanasında Dilmurod Sultonov og'amiz Xalfa klipini shundan keyin astan davom etib, hali bu yerdan asta-sekinlik bilan kelayapmiz. Aslan ijodiy hamkorlik qilib. Ma'nis. Bizda shu gap so'z bizdan so'rasangiz. Zo'r gap yo'q. Daston bilan ikkita klipda suratga tushgansiz. Yo'q. Bir tane. Yo'q, Daston bilan ko'plab kliplar bo'lgan. Ko'plab. Shakki, Mukki degan kliplarda ko'rganmiz-da. Endi o'zi birinchi deganimiz sababi Daston Jo'ramizni Hazaraslikiz, Kerak olmasi degan ashulasi bor edi-da. Shunda Daston Murastonmi degan bilan eng birinchi chiqqanimiz shu guring bo'lgan. Daston Murastonmi Abdukapetningina to'ya bo'lib, shundan keyin boshlanib ketgan. Ana keyin tozalik so'rab Dilmurod og'amiz ham Suatli rahmatli ustoz Davrona Saburov Davrmiyda Davrona chaqirib kelay shuning sen o'zing bir yuzingda bir boshqacha narsa bor ekan-ki deb menga. Sen administrator rolunda men bo'ladi deb ssenariylarni taxlashtirib, ustoz bilan shunday ishda ona ikkinchi klipimiz ham Dilmurod og'amiz bilan bo'lgan. Ana keyin Daston bilan uni izindən Dastonga yetgan Shakki, Mukki yetgan, Sari 2ga tushganmiz. Ishqilib Daston Jo'ramiz bilan ham yaxshi bilan boshqa do'stlarimiz bilan ham, og'alarimiz bilan ham hamkorliklar bo'lib keladi. Asta-sekin hammasi o'z yo'lida asta-astalik bilan shu keladi hammachisi. Ishqilib ijod to'xtamaydi. Ijod bo'lib turibdi. Endi ijodkor baribir qo'yilmaydi. Kuniga qoladi-ku. Yotaman, qilman deb yotaman yo'q bo'lmaydi. Kalla qisliqib ketadi-da. Yorlinadi, bir vazda aytish kerak, yozish kerak-da. Endi rejalashtirib qo'yamiz, Xudo xolasa rahmatli ustozimiz Rajabboy aka o'zimiz direktorimiz Masharif Rajabboy aka 19-son maktabning direktori. Shularni xotirasini bag'ishlangan ustozning filmi, ssenarisini rejalashtirib qo'yamiz. Xudo xolasa shuni olish niyat bor ustoz uchun. Hujjatli film. Endi hujjatli film bo'ladi. Bari tarbiya va ahamiyatiga ega bo'lgan ko'plab hozirgi masalan yoshlarimiz tarbiyasini ta'sir qiladigan narsalar bor ichida ssenariyimizda rejada bor. Endi bundan bari o'z-o'zini bilan bo'lmaydi. Shuning uchun asta-sekinlik bilan o'zining bir o'zining o'rni bor. Shuning uchun asta-sekinlik bilan boramiz. Lekin qilish niyat bor. Sababi ko'plab o'gitlarni bergan
insondan o şu narsada. Sen bilim teması boyunca mesela bilim oliy ta'limda tahsil turgandan boshqa narsalardan ko'plab nelarni berganlar, o'gitlarni bergan inson. Şu adamı mesela o'gitlarni olib kim bo'lmadik inson. Endi shu rejamizda bor, qilish niyat bor shu narsani. Xudo xolasa. Ama nasip bo'lsa rejalashtirib qo'yibmiz uni. Kalpta sakla Xuda onu, bu devre onun ganimet. Kalpta sakla Allah onu, bu devre onun ganimet. Dengür şahını gede onu, lagza onun ganimet. Dengür şahını gede onu, lagza onun ganimet. Oku örgen Kur'an'ı, dilge caylep imanı. Oku örgen Kur'an'ı, dilge caylep imanı. Gepirme hiç yalğanı, tende canı ganimet. Gepirme hiç yalğan ya, tende canı ganimet. Senden kalsın bağ güzel, hiç kime birme azar. Senden kalsın bağ güzel, hiç kime birme azar. İnatten bulma bize, güç dermanın ganimet. Hak söz için dik başım, halal kılıp ye aşım. Hak söz için dik başım, halal kılıp ye aşım. Sahisiyle yoldaşım, bul mekanı ganimet. Sahisiyle yoldaşım, bul mekanı ganimet. Lagza anı ganimet, tende canın ganimet.
Qadrli muxlislarimiz, bugungi ko'rsatuvimizning nihoyasiga yetib boryapti. Mana shu ko'rsatuvda bizlarga yetakchi bo'lgan vaqtlarni ayamin kelgan mana shu Dilshodbek Qodirov ukamizni, Alloh bergan ukamizni, bulara ijodlarni ulkan parvozlar tilayman. Boshi to'ydan chiqmasin. Yana Xudo xolasa kuz oyida ya bo'lmasa qishda qayta tasvirga olishda birga hamnafas bo'lish Allohning o'zi bizani uchrashtirishini tilab qolamiz. Hammaga rahmat. G'oyibona mehmon ko'rsatuvida uchrashguncha sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.